Buni tunikafonni qaranglar, kim qilgan buni? Namuncha chiroyli. Egalaridan so'rab ko'raychi. Voy, kim bor? O't keling. Aka, yaxshimisiz? Charchamay turibmisiz? Buni tunikafonni chiroyligidan kim qilgan ekan deb so'ramoqchi edim. Kim qilgan aka? O'zimiz qilganmiz-da, mana 6 yillik tajribaga egamiz. Xudo xolasa, kelib ko'rsangiz ishlarimizni bilasiz. Mana ko'ring, ichkarilarni ham ko'rsating. Mana. Voy, duat. O'n qaranglar. Xo'p, aka, bularda narxi qanaqa? Qanaqa fasonda bular? Mana bularimizni narxi ko'rsating. Bu alkafon fason bo'ladi. Aha. 130 ming so'mdan bu 130 ming so'm ichiga reyka, kilik, germetik, shurup, leysa, yo'l kira haqqi, usta haqqi barcha xarajati ichida. Uyda egasan faqat bir mahal obed bo'ldi. Hech narsaga bosh qotirmaydi, muammo qilmaydi. O'zimiz chiroyli qilib beramiz. Xo'p, Ko'rsating, mana bu taraflarda ham o'stirma, kimdir shapka deydi. Eladim oppoq stilda chiroyli qilib berganmiz. qarang akalarimizni. Xo'p, aka, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatib berasizlar-a, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Sal uzoqroq joy bo'lsa, kam 200 kvadrat, 200 kvadratdan oshiqqa kelishilgan narxda chiroyli qilib beramiz. Tunikalarimiz aytganimdek 04, tamizi yaxshi tunikadan. Sifatiga mana ko'rib turibsiz o'zingiz, chiroyli bo'lgan, xudo xolasa. Juda ham chiroyli. Akalarimiz nomerlarini pastda qoldirganmiz. Telefon qilib, shunaqa tunikafon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga ushbu videoni yuborib qo'yib, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.